Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizda havolalar hyperlink to'g'risida gaplashgandik. Hyperlinkdan foydalanib, hyperlinkka chertgan vaqtda kompyuter xotirasidagi rasm faylni image view ga yuklashni o'rgandik. Bugungi darsimizda Xudo xolasa masofadagi narsalarni image view ga yuklashni o'rganamiz. Misol qilib, bitta dasturga kod yozilgan. Ushbu dasturni ko'radigan bo'lsalar, mana bu mahsulot degan narsa hyperlink havola kontrol. Shuni ustiga bosgan vaqtimizda shu Oracle.com'da mahsulotlarni sahifasini ochib beradi. Oracle.com'da mahsulotlarning sahifasi ochilyapti. Ta'limga bosgan vaqtimizda ham shu Oracle.com'da education degan qism ochilib beriladi bizga. Yoki bo'lmasa hamkorlarga chertgan vaqtimizda ham Oracle.com'da partners degan qismi bizga ochilib beriladi. Undan tashqari yordamga bossak, Oracle.com'da shu support degan sahifasi bizga ochiladi mana. Havolalarga chertgan vaqtimizda, hyperlinklarga chertgan vaqtimizda Oracle.com'da sahifalarni ochyapti. Mana bu joyda brauzerimiz bor, shu brauzerga hammasini yuklab beryapti. Bugungi darsimizda shu ishni qilishni o'rganamiz. Uning uchun string tipli 2-3 ta massiv ochib olishimiz kerak. Eng birinchi ochadigan massivimizning nomi sarlavhalar bo'lsin. Buni dastlabki qiymatlar bilan ham ta'minlab chiqamiz. Eng birinchisi mahsulot bo'lsin. Undan keyingisi ta'lim bo'ladi. Undan keyingisi hamkorlar bo'ladi. Undan keyingisi yordam bo'ladi. Bundan yana bitta nusxa olaman, chunki xuddi shunga o'xshagan bizda fayllar ham bor. Bu massivning nomini fayllar nomi deb nomlaylik. Endi bu joyda mana bularni kichkina harflar bilan yozishimiz kerak, chunki bosh harf bilan yozilgan fayllarni ochib bera olmayapti. Opto panagalarni ham yozib chiqamiz. Buni yozishimiz sababi dasturda ham ko'rdinglar, havolalarning yonlariga mana rasmlar yuklangan mana. Havolalarga hozir rasm yuklashni ham o'rganamiz bu darsimizda. Bizga navbatdagi kerak bo'ladigan massivimiz bu web manzillari. Buni ham dastlabki qiymatlar bilan ta'minlab chiqishimiz kerak. 3-4 ta web manzillarni avvaldan tayyorlab olganmiz. Shu 3-4 ta web manzillarni bu joyga qo'yib qo'ya olamiz. Endi undan keyin bizga yana image tipli massiv ham kerak bo'ladi. Buni nomini rasmlar deb nomlayman. Buni uzunligi sarlavhalar massivining uzunligi bilan teng bo'ladi. Undan keyin bizga yana kerak bo'ladigan massivni nomi hyperlink massivi. Buni havolalar deb nomlaymiz. Buni ham uzunligi shu sarlavhalarning uzunligi bilan teng bo'ladi. Mana bundagi qizil chiziqsiz qo'yayotganligini sababi bu import qilinmadi. Import qilayotgan vaqtda e'tibor berib qo'yinglar. Java AWT da ham image bor yoki boshqa joylarda ham image klasslari bor. Biz import qilishimiz kerak bo'lgan image bu Java FXN image dan kelayotgan klass. Rasm fayllarimizni endi bu paketimizga yozib olaylik. Uning uchun mana odatdagidek o'zim ishlab turgan kompyuterda C diskida vaqtincha degan papkasida mana 4 ta fayl yozib olganmiz. Shu rasmlarni mana o'zimizning papkaga olib kelib qo'yamiz. Ochmoqchi bo'lgan massivlarni ochib oldik. Biz eng birinchi navbatda web view yasa olaylik. Bu nomini browser deyman. Barobar new web view deb yozaman. Undan keyin final deb ochaman, chunki bundan hodisaning foydalanmoqchiman. Web engine yasaymiz. Nomini web engine deb nomlay qolaman. Buni yasayotgan vaqtimizda browserdan get engine desak shu obyekt yaratiladi. Endigi navbat cycle ga keldi. Cyclimiz davomiyligi sarlavha massivini uzunligicha davom etadi. Buning ichida final deb string yasab olaylik. Nomini web manzil deb nomlab olaylik. Web manzillar degan massivimizning ikkinchi elementiga teng bo'ladi bu. Undan keyin rasmlar massivining elementlarini ham obyektlarga aylantirib olishimiz kerak. Buning uchun barobar new image deb yozamiz. Odatdagidek get class get resource stream deymizda fayllar nomlarini ko'rsatishimiz kerak. Fayllar nomi massivining ikkinchi elementdan keladi bu narsa. Endi undan keyin havola yasaylik. Havolalar degan massivimiz bor. Har bitta elementni ham obyektga aylantirib chiqamiz. Barobar new hyperlink deb yozamizda sarlavhalarni ko'rsatib qo'ya olamiz. Endi undan keyin havolalarda ba'zi parametrlarni o'zgartirib olamiz. Masalan, shriftini set font metodi orqali o'zgartiramiz. Font degan klassda o'zini font degan static metodi bor. Shuni ikkita parametrlisini olamizda shrift nomini Arial qilamiz, o'lchamini 14 qilaylik. Endi havolalarga rasm ham qo'yishimiz mumkin. Misolda ko'rinib turgandek, mana havolalarning yonboshiga rasm ham qo'yilgan. Shuni qo'yish uchun uni set graphic degan metoddan foydalaniladi. Shuning ichiga yangi bitta image view yasab olamizda rasmlar massivining ikkinchi elementini ko'rsatamiz. Endi havolalarga chertgan vaqtdagi hodisaga kod yozishga navbat keldi. Uning uchun set on action deyman. Shu joyga new event handler deb yozamiz. Bu joyga eventni o'zini emas, biz action event ishlatamiz. Endi qizil chiziq chizib qo'yadi, sababi action event import qilinmadi. Shuning uchun ham buni import qilib qo'yishimiz kerak. Java FX eventdan keladigan action event klassini mana import qilib yozib qo'ydik. Web engine ga load qilgan, nimani load qilgan deyotgan joyga web manzilda ko'rsatiladi.
Endi kodda asosiy qismi yozilib bo'lindi. Kontrollarni endi layoutga joylab, u layoutda oynaga joylab qo'yish qoldi xolos. Uning uchun bitta Hbox yasayman. Buning ichiga havolalarni ko'rsatib qo'ya qolamiz. Undan keyin Vbox ham yasaymiz. Hbox bilan buning ichiga brauzerni ko'rsatamiz. Endi sahnaga bitta sarlavha o'rnatib qo'yaylik. Set title metodi yordamida hyperlink havolaga namuna deb yozamiz. Undan keyin sahnani set scene metodi yordamida bunga epizod qo'yamiz. New scene deb turib, ildiz sifatida bunga Vbox ko'rsatamiz. Enini 600, bo'yini 550 qilamiz. Endi sahnani show deb qo'ysak, dastur ishga tushgan vaqtda ko'rinadigan holatga keladi. Men dasturni ishga tushirib ko'raman. Mana dasturimiz ishga tushdi. Dasturimiz mana ishga tushdi. Mahsulotgacha erish orqali mana kerakli manzilga mana yetib borilyapti. Ta'limgacha erish orqali boshqa manzilga yetib borish mumkin. Xohlasak dasturni hajmini sal kattalashtirib olsak ham bo'ladi. Yuklanayotgan narsalar to'liqroq ko'rinishi uchun. Undan tashqari mana hamkorlarga chertish orqali yana boshqa havolaga kiriladi. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz nihoyasiga yetdi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.